Avtomobil yo'llarini sifatli va xavfsiz bo'lishi nafaqat harakat ishtirokchilari uchun qulaylik, balki mamlakat infratuzilmasining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda yo'lsozlik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ayni damda ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosida olib borilmoqda. Toshkent viloyatida avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi tomonidan tashkillashtirilgan navbatdagi press-tur esa bu boradagi ishlarni bevosita ko'zdan kechirish imkonini berdi. Batafsil muxbirimiz Jasmina Murtazoyeva lavhasida. Bundan bir yil avval Parkinsoy soyining atrofi butunlay boshqacha ko'rinishda edi. Hozirgi kunda bu yerda bir tomonlama harakatlanadigan ikkita harakat tasmali 4 kilometr uzunlikdagi yangi yo'l bunyod etilmoqda. Biz turgan joy ham mana shu qurilish davomida yangilangan 3 ta ko'prikning biri. Umumiy qiymati hozirgi kundagi 53 milliard so'm mablag' ajratilgan. Buning ichida 3 ta sun'iy inshootimiz bor, 3 ta ko'prigimiz bor. Hozirgi kunda mana yo'lni bugungi holatini ko'rib turibsizlar. Asos ishlari deyarli tugab bo'lgan. Qo'shimcha o'sha suv qochiruvchi novlar, to'siqlar o'rnatishlarni olib borilyapti. Buning orqasidan o'zimizdan endi asfalt qilish ishlariga o'tib boramiz. Bugungi kunda obyektda qum shag'al aralashmasidan 40 sm qalinlikda yo'l asosini qurish, 125 dona temir beton latok o'rnatish va yo'l asosining ustki qatlamini qurish ishlari bajarilgan. Shuningdek, obyektga 220 dona quyosh paneli yordamida yoritiladigan tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Navbatdagi manzil esa Bektemir G'azalkent Chorbog' Qo'rg'on avtomobil yo'lining 66-67 kilometr oralig'idagi yangi yer osti piyodalar o'tish yo'lining qurilish jarayoni bo'ldi. Obyekt Xitoy texnologiyasi asosida yer ishlarini zamonaviy burg'ulash uskunasi orqali qurilmoqda. Odatda avtomobillar harakatlanayotgan yo'llar ostidan yer osti yo'llari yoki quvurlar o'tkazish uchun undagi asfalt qatlamlari ko'chirilishiga to'g'ri kelar edi. Ammo ortimda turgan mana bu qurilma tufayli bugun bu ish ancha osonroq. Gap shundaki, u hech qanday asfalt qatlamlarini ko'chirmasdan yer osti yo'llarini qurish imkoniyatini beradi. 14 ga 12,5 kenglikda katlaman qozilib 8 metr pastga tushiladi. 8 metr pastda o'sha yer osti yo'lini qazish ishlari olib boriladi. Mexanizatorlarimiz bor, mana mexanizm ishlab turibdi. 10 tacha ishchi ishlab turibdi hozir. Tashkillashtirilgan press-turning eng oxirgi manzili Bo'stonliq tumanining Toshkent Chirchiq-Chimyon avtomobil harakatlanish yo'li bo'ldi. Bu yerda 1,4 kilometr masofadagi yo'l qayta ta'mirlanmoqda. Umumiy qiymati 85,1 milliard so'm bo'lgan obyektning qurilish ishlari 2024-yilda boshlangan. Avtomobil yo'li tog'li va sayyohlar ko'p keladigan hududda qurilayotganligi sababli tog' chang'i sport ixlosmandlari uchun yo'lning 3 ta qismida yo'l ustiga kesishma yo'lagi qurilmoqda. Hozir tunneldagi aksariyat ish hajmlarini bajarib bo'ldik. Devor qismida pardozlash ishlari qoldi. Yo'l qismida kiraverishda, chiqish qismida yo'l ishlari qoldi. Obyekt O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yillik tantanalari arafasida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Jasmina Murtazoyeva, Valixon G'ayratov, Rahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.